Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlarim. Bugun juda muhim, hatto aytish mumkinki, har birimizni, ayniqsa pensionerlarimiz va ularning oila a'zolarini bevosita qiziqtiradigan, tashvishga soladigan bir mavzuni ko'tarmoqchiman. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ba'zi bir yangilik manbalarida bir xabar juda tez tarqalmoqda. Pensiya jamg'armasi ogohlantirdi. Aprelda pensiya kechikishi mumkin va hamma ham oshirilmaydi. Masam saytda bartayashda bu xabar ko'pchilikda savotir uyg'otdi, savollar tug'dirdi. Kimlargadir tushunarsiz bo'lib qoldi, kimlargadir esa bu xabar to'liq yetib bormadi. Shuning uchun bugun men sizlarga ushbu vaziyatni to'liq tahlil qilib berishga, nima uchun bunday holat yuzaga kelishi mumkinligi, kimlarga ta'sir qilishi, kimlarga ta'sir qilmasligi va eng muhimi, siz nima qilishingiz kerakligini chuqur tushuntirishga harakat qilaman. Bu ma'lumot har birimiz uchun nihoyatda muhim. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling, har bir tafsilotni o'tkazib yubormang. Va darhol bir iltimos, kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Bu bizga kelajakda ham siz uchun shunday foydali va muhim ma'lumotlarni tayyorlashda yordam beradi. Keling, dastlab muammoning mohiyatiga chuqurroq kirib boraylik. Oldinlari pensiya to'lovlari tizimi qanday ishlardi va hozir nima o'zgardi? An'anaviy ravishda pensiya to'lovlari har oyning ma'lum bir sanalarida belgilangan tartibda hech qanday uzilishlarsiz amalga oshirilar edi. Odatda bu har oyning birinchi 10 kunligi ichida yoki hududiy pensiya jamg'armasi bo'limlari tomonidan tasdiqlangan grafik asosida amalga oshirilardi. Qoida tariqasida yiliga kamida bir marta, ba'zan esa undan ham ko'proq prezident farmonlari yoki hukumat qarorlariga asosan pensiyalar miqdori inflyatsiya darajasini qoplash va aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish maqsadida indeksatsiya qilinardi, ya'ni oshirilardi. Bu jarayon avtomatik tarzda qo'shimcha hujjatlarsiz yoki byurokratik to'siqlarsiz amalga oshirilardi va barcha pensionerlarga shilda taalluqli bo'lar edi. Ya'ni agar pensiyalar oshirilsa, bu oshirish barcha toifadagi pensionerlarga ta'sir qilardi. Ularning pensiya miqdori ma'lum bir foizga ko'payardi. Odamlar o'z pensiyalarini har doim o'z vaqtida va belgilangan miqdorda olishlariga ishonch hosil qilishardi. Endi esa vaziyat biroz o'zgargan ko'rinadi. Pensiya jamg'armasi tomonidan tarqatilgan yangi ogohlantirishda aniq aytilishicha, aprel oyida pensiya to'lovlarida ba'zi kechikishlar kuzatilishi va pensiyalar hamma uchun ham oshirilmasligi mumkin. Bu xabarning asosiy sabablari bir nechta omil bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Birinchidan, so'nggi paytlarda pensiya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar va yangiliklar hukumat ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirish, uni yanada shaffof va adolatli qilish maqsadida bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Bu chora-tadbirlar qatorida pensiya hisoblash metodologiyasini o'zgartirish, pensionerlar to'g'risidagi ma'lumotlar bazasini yangilash va unifikatsiya qilish, shuningdek to'lov mexanizmlarini optimallashtirish ham bor. Ikkinchidan, bu ogohlantirish ba'zi hollarda pensiya oluvchilar tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarning qayta tekshiruvi, ya'ni verifikatsiyasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Pensiya jamg'armasi ba'zi hollarda noto'g'ri ma'lumotlar, dublikat to'lovlar yoki shunga o'xshash holatlarning oldini olish maqsadida ma'lumotlarni sinchkovlik bilan tekshirib chiqishi mumkin. Uchinchidan, ba'zi toifadagi pensiyalar uchun oshirish mexanizmi boshqa toifadagilarnikidan farq qilishi mumkin. Masalan, ijtimoiy pensiyalar, yoshga doir pensiyalar, nogironlik pensiyalari yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari uchun turli xil oshirish ko'rsatkichlari qo'llanilishi mumkin. Bu esa pensiya oshirish jarayonining hamma uchun bir xil emasligini anglatadi. Xo'sh, bu ogohlantirish kimlarga taalluqli va kimlar savotir olmasligi kerak? Keling, buni batafsil ko'rib chiqaylik. Birinchi navbatda kimlar tashvishlanishi kerak? 1. Hujjatlari yaqinda o'zgargan yoki yangilangan shaxslar. Agar siz pasportingizni almashtirgan bo'lsangiz, ism sharifingiz o'zgargan bo'lsa, bank hisob raqamingizni o'zgartirgan bo'lsangiz yoki oilaviy holatingizda muhim o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa va bu haqda pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bermagan bo'lsangiz,
sizning pensiya to'lovlaringiz kechikishi mumkin. Masalan, 11 yoshli Oysha buvi yaqinda o'g'li bilan birga yashash uchun boshqa viloyatga ko'chib o'tdi. U eski yashash joyida pensiyasini olardi. Ammo yangi joyga ko'chganidan keyin doimiy ro'yxatdan o'tish tartibini rasmiylashtirib, bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Natijada uning pensiya faylari bir hududdan ikkinchi hududga o'tish jarayonida ma'lum bir kechikishga duch kelishi mumkin. Pensiya jamg'armasi avtomatik tarzda eski manzilga pul yuborishda davom etaveradi, lekin to'lovni olishda muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatda Oysha buvi yangi yashash joyidagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishi va tegishli hujjatlarni taqdim etishi shart. Biror sababga ko'ra qo'shimcha ma'lumot so'ralgan pensionerlar. Agar sizga pensiya jamg'armasidan qo'shimcha hujjatlar taqdim etishingizni so'rab maktub kelgan bo'lsa yoki telefon orqali murojaat qilishgan bo'lsa, siz bu talabni bajarishga ulgurmagan bo'lsangiz, pensiya to'lovlaringiz to'xtatib turilishi yoki kechiktirilishi mumkin. Misol uchun 65 yoshli Anvar aka nogironlik pensiyasini oladi. Uning nogironlik guruhi har 3 yilda bir marta tibbiy ko'rikdan o'tishni talab qiladi. Anvar aka keyingi ko'rikdan o'tish muddatini o'tkazib yuborgan yoki ko'rikdan o'tib tegishli ma'lumotnomani pensiya jamg'armasiga taqdim etishni unutib qo'ygan bo'lsa, aprel oyida uning pensiyasi kechikishi, hatto ma'lumotlar yangilanmaguncha to'xtatib turilishi mumkin. Bu holatda pensiya jamg'armasi avtomatik tarzda to'lovni amalga oshirishga qiynaladi, chunki uning nogironlik statusi tasdiqlanmagan bo'ladi. Cho'ptanakama tanlam kimdatishni tanishim. Pensiyalariga oid qonunchilikda yangi o'zgarishlar kiritilgan toifalar ichida ba'zi maxsus toifadagi pensionerlarga, masalan, harbiy xizmatchilar, ichki ishlar organlari xodimlari yoki o'qituvchilar kabi kasb egalariga pensiya hisoblash qoidalarida o'zgarishlar kiritilgan bo'lishi mumkin. Bu yangi qoidalar amalga oshirilishi uchun ma'lum bir vaqt va qo'shimcha ma'lumotlarni qayta ishlash talab qilinishi mumkin. Bu esa to'lovlarda kechikishlarga olib keladi. Misol uchun, 65 yoshli sobiq harbiy xizmatchi Jamshid aka uning pensiyasi maxsus xizmat davri va unvoniga qarab hisoblanadi. Agar hukumat ushbu toifadagi pensiya hisoblash metodikasini o'zgartirsa va bu o'zgarishlarni pensiya jamg'armasi tizimiga kiritish uchun qo'shimcha vaqt talab qilinsa, aprel oyida uning pensiyasi avvalgidan farqli ravishda yangi qoidalar asosida qayta hisoblanishi va shunga qarab biroz kechikishi mumkin. Yoki ba'zi hollarda agar qonunchilikdagi o'zgarishlar faqat ma'lum bir toifadagi pensionerlarga ta'sir qilsa, bu boshqa toifadagi pensionerlarning pensiyalarining oshirilmasligiga olib kelishi mumkin. Bir nechta pensiya turini oladigan shaxslar, ayrim shaxslar bir vaqtning o'zida ham yoshga doir pensiya, ham nogironlik pensiyasi yoki bo'quvchisini, yo'qotganlik pensiyasini olishi mumkin. Ammo qonunchilikda faqat bittasini olishga ruxsat berilgan bo'lishi mumkin. Agar pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazalarini qayta qorib chiqayotgan bo'lsa va bunday holatlarni aniqlasa, to'lovlarni tekshirish va rasmiylashtirish jarayonida kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Misol tariqasida 68 yoshli Farida opa ham yoshga doir pensiya, ham marhum turmush o'rtog'idan bo'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lishi mumkin. Agar qonunchilik bo'yicha bunday holatlarda faqat bitta pensiya turini olish mumkin bo'lsa va ilgari bu e'tibordan chetda qolgan bo'lsa, pensiya jamg'armasi tizimi bu satolikni tuzatish jarayonida pensiya to'lovlarini vaqtinchalik to'xtatib turishi yoki qayta hisoblashi mumkin. Kimlar tashvishlanmasligi kerak? Standart yoshga doir pensiya oluvchilar. Agar sizning pensiyangiz oddiy yoshga doir pensiya bo'lsa, sizning hujjatlaringiz va ma'lumotlaringizda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, siz ko'pincha xavotir olmasligingiz kerak. Bunday hollarda pensiya to'lovlari odatdagidek va o'z vaqtida amalga oshirilishi kutiladi. Agar pensiya oshirilishi to'g'risida umumiy qaror qabul qilinsa, sizning pensiyangiz ham tegishli tartibda oshiriladi. Masalan, 70 yoshli Qodir aka umri davomida faqat bitta ishda ishlagan, hujjatlari tartibli va pensiya olishida hech qachon muammo bo'lmagan. Uning pensiyasi har oyda bank kartasiga o'z vaqtida tushadi. Agar pensiya oshirilishi umumiy harakat bo'lsa, Qodir akaning pensiyasi ham avtomatik ravishda oshiriladi va u odatdagidek aprel oyida o'z pensiyasini kechikishlarsiz qabul qilishi kutiladi. Pensiya to'lovlari bank kartasiga tushadiganlar, ko'pchilik pensionerlar hozirgi kunda pensiyasini bank kartasiga olishadi.
bank tizimleri odatda pensiya jamg'armasining ma'lumotlarni qayta ishlash tizimiga nisbatan yanada avtomatlashtirilgan va tezkor ishlaydi. Agar jamg'arma tomonidan to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa, bank tizimi ularni qisqa vaqt ichida kartalarga o'tkazadi. Kechikishlar ko'pincha pochta orqali yoki naqd pulda oladiganlarda kuzatilishi mumkin. 3. Pensiya jamg'armasi bilan barcha muammolarni hal qilganlar. Agar siz pensiya jamg'armasi bilan bog'liq bo'lgan barcha muammolaringizni hal qilgan bo'lsangiz, ya'ni barcha kerakli hujjatlarni taqdim etgan, ma'lumotlaringizni yangilagan bo'lsangiz, siz ham xavotir olmasligingiz kerak. Masalan, 62 yoshli Gulnora oppa. U bir necha oy oldin kishato ma'lumot tufayli pensiyasida kechikish bo'lgan, ammo u tezda pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, barcha hujjatlarini to'g'rilab, muammoni hal qilgan. Shunday ekan, aprel oyida uning pensiyasi odatdagidek to'lanishi va oshirilishi kutiladi, chunki uning faili allaqachon to'g'rilangan va to'liq. Keling, endi pensiya oshirilishi masalasiga to'xtalamiz. Hamma ham oshirilmaydi degan jumlaga alohida e'tibor berishimiz kerak. Bu qanday qilib sodir bo'lishi mumkin? 1. Differensial oshirish mexanizmi. Ba'zan pensiyalarni oshirishda differensial yondashuv qo'llaniladi. Bu shuni anglatadiki, pensiyalar barcha toifadagilar uchun bisilda emas. Balki ma'lum bemezonlarga qarab oshiriladi. Misol uchun, eng kam pensiya oluvchilar uchun foiz oshirish yuqoriroq bo'lishi mumkin, yoki ma'lum bir xizmat staji bo'lganlar uchun ko'proq oshirish belgilanadi. Yoki faqat ijtimoiy pensiyalar oshiriladi, yoshga doir pensiyalar esa o'zgarishsiz qoladi. Yoki ba'zi toifadagi pensiya oluvchilarning pensiyalari avvalgi oshirishlar natijasida allaqachon yetarli darajaga yetgan bo'lsa, ularning pensiyalari keyingi oshirishda ishtirok etmasligi mumkin. Masalan, 66 yoshli Samid aka minimal pensiya oluvchi bo'lib, uning pensiyasi aprel oyida 10% ga oshirilishi mumkin. Ammo 70 yoshli Malik Akson buvi pensiyasi oldingi yillarda yuqori ish staji va yuqori maosh tufayli ancha yuqori bo'lgani sababli bu safargi oshirish unga ta'sir qilmasligi mumkin. Ya'ni uning pensiyasi o'zgarishsiz qolishi ehtimoli bor. Tizimdagi teknik qayta hisoblashlar. Pensiya tizimidagi yangi islohotlar yoki ma'lumotlar bazasini yangilash jarayonida ba'zi pensionerlarning pensiyalari qayta hisoblab chiqilishi mumkin. Bu jarayon davomida kimningdir pensiyasi oshishi, kimningdir esa o'zgarishsiz qolishi yoki hatto juda kam miqdorda kamayishi ham mumkin. Bu kamayish masalan ilgari noto'g'ri hisoblangan summaning tuzatilishidan kelib chiqishi mumkin. Misol uchun 60 yoshli Dilbar opa u ilgari hisob sona satosi tufayli pensiyani aslida tegishli bo'lganidan biroz ko'proq olgan. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlarni qayta tekshirish vaqtida bu satoni aniqladi. Natijada uning pensiyasi endilikda to'g'ri hisoblab chiqiladi va avvalgi ortiqcha to'langan qismi keyingi to'lovlardan ushlab qolinishi mumkin. Bu esa aprel oyida uning pensiyasi oshishi o'rniga aksincha kamayishiga olib kelishi mumkin. Tiring qarzlar yoki ushlab qolinishlar mavjudligi. Bazatda da cepat samzirilelerdazi pensionerlarning bank kreditlari yoki boshqa turdagi qarzlari bo'lishi mumkin va sud qaroriga asosan ularning pensiyasidan ma'lum bir foiz ushlab qolinadi. Agar pensiya miqdori oshirilsa, ham ushlab qolinadigan summa ham mutanosib ravishda oshishi mumkin. Natijada pensionerning qo'liga tegadigan sof summa sezilarli darajada o'zgarmaydi yoki kutilgan oshishdan kamroq bo'ladi. Misol uchun, Sanafutti yoshli Bahodir aka bankdan kredit olgan va har oyda pensiyasining 25% kreditni so'ndirishga ketadi. Agar uning pensiyasi 8% ga oshirilsa, uning umumiy pensiya miqdori oshadi, ammo ushlab qolinadigan kredit summasi ham oshgani sababli uning qo'liga tegadigan sof summa kutilganidek sezilarli darajada ko'paymasligi mumkin. Endi esa ko'pchilikni qiziqtirgan savol. Bu holatlarda qanday istisnolar, qanday tuzoqlar va tushunarsiz nuanslar bor edi? Maratlatda ma'lumotlar bazasining sinkronizatsiyasi haqida hukumat idoralari o'rtasida ma'lumot almashish tizimlari tobora takomillashtirilmoqda. Biroq pensiya jamg'armasi, Ichki ishlar vazirligi, pasport ma'lumotlari, Adliya vazirligi, FHDYO, banklar va soliq qo'mitasi o'rtasidagi ma'lumotlar bazalarining to'liq sinkronizatsiya qilinmaganligi sababli kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, fuqaro o'z ism sharifini o'zgartirdi, pasportini yangiladi va bu ma'lumot avtomatik tarzda soliq qo'mitasining bazasiga kirdi.
Ammo pensiya jamg'armasining bazasi bu ma'lumotni darhol qabul qilmaganligi sababli uning eski ma'lumotlar bilan bog'liq pensiyasi kechikishi mumkin. Bu holatda pensiya jamg'armasi o'z bazasini yangilamaguncha eski ma'lumotlar bilan to'lov amalga oshirishi mumkin emas. Ketdim. Teknik nosozliklar va dasturiy ta'minot yangilanishlari. Pensiya jamg'armasining tizimi har doim takomillashtirib boriladi. Yangi dasturiy ta'minotlar joriy etiladi. Har qanday yangilanish jarayonida qisqa muddatli teknik nosozliklar yoki ma'lumotlarni qayta ishlashda kechikishlar yuzaga kelishi mumkin. Bu esa pensiya to'lovlarining o'z vaqtida amalga oshirilmasligiga olib kelishi mumkin. Aytaylik, pensiya jamg'armasi yangi avtomatlashtirilgan hisoblash tizimini joriy etishga qaror qildi. Bu tizimni ishga tushirish uchun ma'lumotlarni yangi formatga o'tkazish kerak. Agar bu jarayonda kutilmagan xatolar yuzaga kelsa yoki ma'lumotlar uzatish jarayoni sekinlashsa, aprel oyida pensiya to'lovlari kechikishi mumkin, chunki eski tizim yangisiga o'tish jarayonida vaqtinchalik to'xtab turadi. Maxsus imtiyozlarga ega pensionerlar. Ba'zi pensionerlar, masalan, urush faksrilari, bonlari yoki boshqa maxsus imtiyozlarga ega bo'lgan shaxslar uchun pensiya hisoblash va to'lash tartiblari biroz farq qiladi. Agar ularga oid qonunchilikka o'zgartirishlar kiritilgan bo'lsa, bu ham ularning pensiya to'lovlarida kechikishlarga sabab bo'lishi mumkin. Misol uchun, Ikkinchi jahon urushi qatnashchisi bo'lgan menpensiya yoshli boboning pensiyasiga har yili qo'shimcha to'lovlar qo'shiladi. Agar bu qo'shimcha to'lovlarni hisoblash tartibi o'zgartirilsa yoki uning statusini tasdiqlovchi hujjatlar qayta tekshirilsa, bu aprel oyidagi pensiyasida kechikishga olib kelishi mumkin. Shuningdek, ularning pensiyasi oshirilishida ham alohida mezonlar qo'llanilishi mumkin. Bu esa ularning pensiyasi boshqa pensionerlarnikidan farqli ravishda oshirilishini yoki umuman oshirilmasligini anglatishi mumkin. Agar avvalgi oshirishlarda ularning imtiyozli holati allaqachon inobatga olingan bo'lsa. Chet elda yashovchi pensionerlar. Agar siz chet elda yashayotgan va O'zbekistondan pensiya oladigan fuqaro bo'lsangiz, pensiya to'lovlari sizga Salqaro pul o'tkazmalari orqali amalga oshiriladi. Bu jarayon banklararo o'tkazmalar bilan bog'liq bo'lib, Salqaro bank tizimidagi ba'zi kechikishlar tufayli pensiya pulingiz o'z vaqtida yetib kelmasligi mumkin. Shuningdek, valyuta kurslarining o'zgarishi ham sizning oladigan sof modelingizga ta'sir qilishi mumkin. Bu holatda sizning pensiyangizning kechikishi yoki miqdorining oshirilishi masalasi nafaqat O'zbekiston pensiya jamg'armasiga, balki Salqaro moliyaviy tizimlarga ham bog'liq bo'ladi. Bu vaziyatda biz nima qilishimiz kerak? Qanday amaliy qadamlar tashlashimiz lozim? Eng muhimi, savotirga tushmaslik va vahimaga berilmaslik. Har bir muammoning yechimi bor. Pensiya jamg'armasining rasmiy saytini va ishonch telefonini tekshiring. Har qanday mishmishlarga ishonmasdan avval pensiya jamg'armasining rasmiy veb saytiga Pensiya Tuz kiring yoki ularning ishonch telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. U yerdan siz eng so'nggi va ishonchli ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Telefon raqami odatda Elaso karat yoki hududiy bo'limlarning raqamlari bo'ladi. Qo'ng'iroq qilishdan oldin pasportingiz va pensiya guvohnomangizni yoningizga qo'yib oling. Chunki operator sizdan ma'lumotlaringizni tasdiqlash uchun ba'zi savollar so'rashi mumkin. Misol uchun, siz ertalab soat 9 dan kechki gacha ish kunlari qo'ng'iroq qilib vaziyatni aniqlashingiz mumkin. Ma'lumotlaringizning dolzarbligini tekshiring. Agar sizning yashash manzilingiz, familiya ismingiz yoki bank hisob raqamingiz o'zgargan bo'lsa, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, bu o'zgarishlarni qayd ettiring. Buning uchun sizga pasport, kintamatash, siratash, pensiya girgi nomasi va o'zgarishlarni tasdiqlovchi hujjat, masalan, nikoh guvohnomasi, nikohni bekor qilish to'g'risidagi guvohnoma, bank hisob raqami o'zgarganligi haqidagi bank ma'lumotnomasi kerak bo'ladi.
Bu jarayonni imkon qadar tezroq amalga oshiring, chunki kechikishlar aynan shu kabi holatlarda yuzaga keladi. Siz pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limiga shaxsan borishingiz yoki agar mavjud bo'lsa, ularning onlayn portali orqali tegishli arizani topshirishingiz mumkin. Arizangizda barcha o'zgarishlarni aniq ko'rsatib, tasdiqlovchi hujjat nusxalarini ilova qiling. Bank hisobingizni tekshiring. Agar siz pensiyangizni bank kartasiga olsangiz, mobil banking ilovangiz orqali yoki bankomatdan hisobingizni muntazam tekshirib turing. Ba'zida pensiya jamg'armasi pulni o'tkazgan bo'lishi mumkin. Ammo bank tizimida ma'lumotlar yangilanishi biroz vaqt olishi mumkin. Agar kutilgan sanada pul tushmasa, bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib hisobingiz holatini so'rab bilishingiz mumkin. Ba'zi banklarda agar siz uzoq vaqt kartadan foydalanmagan bo'lsangiz, karta inaktiv holatga o'tishi mumkin. Shunday holatda ham bankka murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Tegishli xat yoki xabarnoma kutib turing. Agar sizda kechikish yoki pensiya oshirilmaganligi bilan bog'liq xavotirlar bo'lsa, pensiya jamg'armasidan rasmiy xat yoki SMS xabar kutib turing. Agar ular sizga murojaat qilishsa, barcha talablarni tezda bajaring. Bu sizning muammoingizni tezroq hal qilishga yordam beradi. Bunday xabarlarni e'tiborsiz qoldirmang, aks holda muammo yanada chuqurlashishi mumkin. Misol uchun, agar sizga pensiyangizning qayta hisoblanishi yoki qo'shimcha hujjat talab qilinishi haqida xat kelsa, unga darhol javob qaytaring va kerakli hujjatlarni to'plab belgilangan muddat ichida topshiring. Pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan boring. Agar barcha tekshiruvlar natijasiz bo'lsa va sizning savollaringizga aniq javob topa olmasangiz, shaxsan o'zingiz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga tashrif buyuring. U yerda mutaxassislar sizning holatingizni to'liq tahlil qilib, muammoning sababini aniqlashga yordam berishadi va keyingi qadamlar bo'yicha maslahat berishadi. O'zingiz bilan pasport, pensiya guvohnomasi, shuningdek pensiya to'lovi tushgan bank kartangiz agar mavjud bo'lsa yoki oxirgi pensiya to'lovi haqidagi ma'lumotlarni olib borishni unutmang. Bu ma'lumotlar sizning ishingizni tezroq ko'rib chiqishga yordam beradi. Shuningdek, ariza yozish uchun ruchka va daftarcha ham kerak bo'lishi mumkin. Qabul sonasida maslahatchidan qabul vaqtlari va tartibi haqida so'rab, navbatga yoziling. Agar u yerda ham muammo hal bo'lmasa, yuqori turuvchi tashkilotlarga yozma murojaat qilish huquqingiz bor. Murojaatingizni 2 nusxada tayyorlang va bittasining qabul qilinganligi haqidagi muhri yoki ro'yxatga olish raqamini oling. Bu kelajakda sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun muhim hujjat bo'lib xizmat qilishi mumkin. Qonunchilikni o'rganish. Agar sizda pensiya hisoblash yoki oshirish qoidalariga oid shubhalar bo'lsa, pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun hujjatlari va tegishli normativ huquqiy hujjatlarni o'rganishga harakat qiling. Bu sizga o'z huquqlaringizni bilishga va pensiya jamg'armasi bilan muloqotda yanada ishonchliroq bo'lishga yordam beradi. Yoki bu masalada huquqshunosdan maslahat olishingiz mumkin. Aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, pensiya jamg'armasi ogohlantirdi. Aprelda pensiya kechikishi mumkin va hamma ham oshirilmaydi degan xabar aslida chuqur ma'no va o'ziga xos sabablarga ega. Bu shunchaki bir mish-mish emas, balki tizimdagi ba'zi jarayonlar va o'zgarishlarning natijasi bo'lishi mumkin. Eng muhimi bu holatga tayyor turish, xotirjamlikni saqlash va eng muhimi yuqorida aytib o'tgan amaliy maslahatlarga amal qilish. Pensiya to'lovlarida kechikishlar yoki oshirilmaslik holatlari har birimizga ta'sir qilishi mumkin. Ammo to'g'ri ma'lumotga ega bo'lsak va o'z vaqtida chora ko'rsak, bu muammolarni osongina hal qilishimiz mumkin. Yodingizda bo'lsin, faqatgina ishonchli manbalardan olingan ma'lumotlargagina ishoning va har qanday shubhali vaziyatda pensiya jamg'armasining rasmiy vakillariga murojaat qilishdan tortinmang. Ular sizga har doim yordam berishga tayyor. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun foydali bo'ldi va ko'pgina savollarga javob berdi. Agar sizda hali ham savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men ularga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero sizning qo'llab quvvatlashingiz biz uchun juda muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha sayr
salomat bo'ling.